Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Barliq vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Mana bir oylik ro'za Ramazonlarni tugatib, yetmi kelib qoldi. Dunyoning har qaysi joylarida vaqt farqi bilan vaqtimiz o'xshamaydi. Shuningdek bugun biya Toronto 5-oyga 23/2020 atidan boshlab yet qilmiz. Hammanglarning oyimiga kelayotgan oyimiga muborak bo'lsin. Hamda men bugun oldin qatim degandek mushu hazm qilish bo'limidagi eg'izdan boshlab maqatgacha so'zlab berman degandim. Har bir a'zolarni birdan faqatlam bu a'zoni so'zlash emas, kasal bo'lgan chaqda qancha oldin oldi deganlarni tushuntirib o'tay dedim. Shunga hamda oldi bilan mushu men kelayotgan savollarni qisqacha javob berib o'tsam, bu savollar mushu oldin qatim men mushu hazm qilishniki eg'iz bo'shlig'ining tükürükning foydasi degan chaqda shuncha yaxshi fikrlar keldi, savollar tushdi. Bu savollarning birdan biri ko'p tushgini men tizaydim deb keldi, tizaydigan odatim batdi deb. Erlar ko'pincha erlarning tizaydiganligini bilamiz, ammo ayollarning ichida ko'pga shunlashqa meniki xiyolim Qusaq açqan çağda her qanday adam bazı tizib aldı aşıldı, tizgenlikler maq tutimiz. Şunlaşqa oldin qatim so'zlab o'tgandek, amal va asti ishni odatga aylantirganda qanchaqda odatga aylantiramiz deganni bir misol orqali tushuntirib beray deb o'yladim. Bu men mush yaqindan bir yosh bir bolaning mashinasida bir sharni ko'rib qoldim. Kichikda shar ekan. Shu rolni materialga qo'yib qo'yibdi. O şar qandaq ketsanglar, shuni odat qilish uchun qilibdimi, keyin o'zim his qilib so'rdim uningdanmi. Bu qandaq ketsanglar, kulib turgan shar ekanda, davomli hozir dunyoda mehr-muhabbat kam bo'lib qoldi, kulish ozlab ketdi degan gaplar bor. Shunlashqa barakalloh kam deb shunaq dedim. Demakchi shuni odatga aylantiray deb shu maqsad qilibdi ekan. Demakchi bu tomoq yegan chaqdimi, agar bu odatim deb sal qarasanglar o'zinglarning ishi, bu salomatlik o'zimizniki, o'zimizga ham foydasi bor faqatlam. Albatta o'zimizning salomatligi yaxshi bo'lsa, boshqalarning yaxshi. Shunlashqa hamda mushni birdan bir usul, mushu tomoq jo'siga, ustalga o'zimizning mushunaq ostiya demdik, ogohlantirish demdik, bir nimani qo'yib qo'ysak, darhol tomoq kelgan chaqda shuni davomli ko'rib, albatta 2 kun, 3 kundan keyin unutib qolamiz, ba'zi yana qila olmaymiz degandek. Shuni qayt qilgandan keyin cho'qim odatimizga aylandi deb o'ylayman. Shunga bu bir savol. Undan keyin shu yaq tutib qolish deganim dedi. Shu tomoq tizgandan keyin ham mushu yaq tutib qolish deganimiz bizniki mingimizniki ostiya deb bizga signal bergan ekanda, shunlashqa oldin qatim degandek mush qizilyo'ng'ashda tor qism bo'ladi. Shuni mayli so'zlayman. Shunlashqa bu tizayotgandan keyin albatta bu normal ahvolda bizni shu har xil kasalliklarni oldini olish va yaq tutishga oid bir xatarli bir ish. Unimi oldirmay bugun so'zlaydigan misollarning ichida birisi bor. Hamda bugungi planim savollarga javob berish, hamda har xil savollar tushdi. Hatto mening ismim to'g'riliq savollar tushdi. Uningga chiroyli javob berib qo'ydim. Mamatjon Qurbon demay Muhammad desangiz mamdu degandek. Rahmat. Bu qarindoshimga javob qaytardim. Albatta payg'ambarimizning ismi Muhammad. Endi men ota-onam, do'stlarim emas, meni Mamatjon deb chaqirg'ashqa chiroyli javob berdim. Demakchi har xil savollar tushdi ekan. Men nihoyat xush bo'laman. Bo'lsa, davomli savollarni so'rab turishinglarni, birlikda o'rganishimizni umid qilaman. Andan keyin bugun so'zlaydiganim angina, mushu eg'izdan boshladik hamda angina, undan keyin qizilyo'ng'ach. Buning amaliy misollar. Uchinchisi oxirida shu badandagi ajoyib qiziqarli ishlarni azroq so'zlab beray deb o'yladim. Bugun sal jiqib qolishi mumkin, ammo sizlarniki qo'llab-quvvatlab berishinglarning yordamida men jiddiylashyapman. Shunday bo'lsa-mu, bundan keyin tag'imdim yaxshi qilishga tirishaman.
Buningda hamda angina degan chaqda anginaning o'rnini ko'pincha o'qimiz. Mush resimda hozir ko'rsatgan mush resim qarasanglar, qiz bola tutgan joy shu, ichki qismi qarasanglar shu sol tarafdagisi normalli, o'ng tarafdagisi qizirib qolgan. Qizargandan keyin asta-asta oqirdi. Bu angina hamda meniki hazm qilish bilan misal munosabati bor. Bu bash a'zo bo'limiga agar bak eg'irib kelsa, cho'qim bash a'zo bo'limi ko'rinsizlar. Demakki bu angina ko'pincha joylarda bo'libmi balalik vaqtlarda bolalarda ko'p bo'ladi ekan, bo'libmi 5 yoshdan 7 yoshgacha. Bu angina deganimiz faqatla mana ko'pincha joylar o'qimiz, bu immunit kuchimizni oshiradi. Shunlashqa bu anginani amal bor, operatsiya qilmasligini umid qilma. Faqat bo'lmagan chaqda uning shartlari borki, turmushimizga pek ta'sir qilib ketsa, masalan, saqaymay bir hafta 10 kundan keyin saqaymay tig'imdim yig'ilishib ketsa, cho'qim doktorxona borsanglar bo'ladi. Buni faqatlam tamoqqa diqqat qilsanglar, meningcha bu anginaniki operatsiya qilishni oldini olib bo'ladi. Hamda men bu o'ylab baqsam, Fudanda o'qigan vaqtida praktika vaqtimizda shu doktorxonada operatsiya bo'limida praktika qilgan. Bu praktika jarayonida bu jiq ko'rgan Xitoy bolalariniki anginasini shunchalik tez suratda tortib chiqarib ekanda, shu vaqtda hayron qolatdim. Demakki, amal bor, bu bizniki limfa sistemasi deb qo'yamiz, buni immunit kuchimizni shunchalik oshirdi. Shunlashqa qizlardim ko'parak bo'ladi ekan, ochiq chuchuk narsalarni ko'p yegan chaqda. Shunga bu angina bo'lib qolsa qanday qilamiz degan chaqda, shu amal bor. Bir narsa yemaslik, yemay davolash usuli pek yaxshi usullar. Andan keyin faqat qusoq ichib ketgan chaqda amalga oqimiz suyuq shalang deganda qilib yaxshi arama saqlam, yaxshi o'kitadi. Bu faqatlam ishib qolgani shu bizning badanimizniki har xil virus, bakteriyalar bilan urushayotgan vaqtda deb tushunsak bo'ladi. Qartildi tushuntirishtirishma dedim. Shunlashqa shunday tushunaylik demakchi. Amal bor bo'lsa anginani operatsiya qildirmanglar. Andan keyin endi qiz o'ngash kelsak, qiz o'ngashniki ma resimni oldin qattim chiqargandim. 3 tar joy bor deb. Bu qiz o'ngashning uzunligi o'ttir hisob bilan 25 sm bo'ladi ekan, oshqozon bilan orlig'i. Bu tar joylar nima uchun bunday tar bo'ldi degan chaqda bayim tushuntirib o'tgandek, shu tomoq yegandan keyin bizniki shu qiz o'ngashniki asta harakat qilishi boshlandi. Asta tariydi, kengaydi, shunday ma'noda. Tomoq yegandan keyin tomoq. Shunga tarishniki birdan bir maqsadi tariyib asta taraf ishtirdi degan gap. Shunlashqa bikan bu 3 tarafni tar qilmaydi. Meningcha shu mingimizniki signalim nayt osti bo'ladi. Bizning ko'rgandan keyin tomoq tiz yog'imiz nayt imkonsizimizning tiz emas, mingimizning qo'mondonligi desak bo'ladi bir hisobda. Asta bo'g'ashqa odat mundaq tursaqmi yurak so'qishimizmi o'tir hisobda 70 atrofida bo'ladi. Shuning o'xshash bizning badanniki ichki a'zolarimizning harakatimi mingimizning kontrolida asta harakat qilishga boshlaydi. Shunlashqa bir narsa yegandan keyin bu qiz o'ngashniki harakati boshlandi deb signal berib, uningdan keyin asta-asta past tarafga qarab mangadi tomoq. Aningdan keyin boshda asta yegandan keyin asta-asta ko'ngandan keyin sal tezroq yesakmi bo'ladi. Demakki, bayim so'zlab o'tdim, o'sha yaq tutishning usul, yaq tutib qolganligi sabablarini. Ham bir misol, men ishkin doktorxonada ishlayotgan vaqtimda bir 60 dan oshgan bir Xitoyni operatsiya qildik. Operatsiya qilgandan keyin agashmi kasallar qatorida hamda uzun harakat ozda hamda operatsiyadan keyin yaq tutib ketdi. Shunga yaq tutib ketganiga bir hafta davoladik. Bunda aytgan chaqda bu biz boshqa bo'limdagilarni chaqirtdiqda, masalan, yengni sanchiydigan bo'limniki degandek. Chaqirtib qaysi payda qilib qoldi uqmadim. Bir haftadan keyin arani asli keldi. Demakchi, bo'libmi mush yaq tutish, bayim dedim xatarlik deb. Nima uchun xatarlik degan chaqda, bu yaqni tutiversa bo'libmi yashanganlar. Mushu diafragma deymiz, diafragma deganimiz goji ma'u osh bilan ko'krak qismimiz bilan qusoq qismini ayirib turadigan parda. Bu yaq tutivergandan keyin bizning oshqozonimiz o'pkimizga urildi. O'pkining o'pki bilan ichki o'pkining orlig'ida yuragimiz bor. Undaq bo'lgandan keyin yaqni tutiversa, bu nima oshqozon ustiga uraveradi degan gap. Urgandan keyin
bu aq tutish yurak o'pkaga qattiq ta'sir qilib, hatto yurak tiqilmasi bo'lib qolishi mumkin, hatto nafas yetishmay tugab ketishi mumkin. Shunglashqa yana aylanib kelgan chaqda birdan-bir manbasi tomoqni osti yeyish. Anandan keyin bu qizil'o'ngach raki degandan ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin. Bu operatsiyalarni ayni vaqtida men qatnashgan. Qandaqsiz degan chaqda bu qandaq odamlar bo'lib qoldi deganda bizningki ishkin doktorxonada bir qozoq doktor botdi. Shu qozoq doktormi shundaq obdan tushundirgandi. Bo'libmi qozoq haqida bu qizil'o'ngach raki pek ko'p bo'ldi ekan. Nima uchun deb so'rsam, hamda burunqi odamlar deymizmi? Uyg'urlardimi bor albatta. Burun tog' taraf so'g'oq yerda yashagandan keyin qiziq choy ichish. Albatta hozirmi bor undaq ishlar, ham o'yladi. Uyg'urlardan bor degandek. Shu burun qiziq choyni pek ichgachga, qiziq choy ichib, so'g'oq choy turg'ashqa, bu qiziq narsa g'idiqlab olgandan keyin yollig'landi. Yollig'langandan keyin yollig'lanishniki davomi asta-asta rak aylandi. Shuni demakchi, hozirmi bo'libmi qiziq choy ichish madaniyati Uyg'urlardan noitdi bor deb o'ylayman, hozirgacha o'yladi. Shunga bo'libmi ayollar ko'proq bo'ladi ekan. Ayollar qiziq choy ichmasam xumor basmaydi deydi ishlar bor. Ammo uydagilarga deyman, qizlarimga deyman. Demakchi, amal bor, pek qiziqishmanglar. Qiziqsanglar, xuddi bu qizil'o'ngachmi, shu kalpugimizning o'xshash, kalpugimiz azroq nim bo'lsa bir xil zaxmlandi-ku. Shuning o'xshash shundaq yumron desak bo'ladi. Shunglashqa amal bor. Sal sovugandan keyin ichishni o'rgansanglar, teg'imdimi yaxshi bo'ldi demakchi salomatligimizga. Anandan keyin bu qizil'o'ngachniki yana hozircha xiyolim kelgan shu, yana savollar bo'lsa so'rasanglar. Anandan keyin bu operatsiya qanchaqdan boy dedim, qizil'o'ngach raki bo'lib qolsa, bu nimani kichik kuchayni akab qizil'o'ngachga ulaydigan ish bo'ladi. Shunlashqa u operatsiya bak murakkab operatsiya, bizmi vaqtchaqda kichik vaqtlar shu operatsiyani qarablam turdigan nima deymiz, tatbiq qursaqni tatbirdan deymizmi? Shunaq doktorlar to'q shu vaqtchalardimi. Shunga shu ko'rganlarimni hozircha dabbagim keldi. Anandan keyin uchinchisi bugun so'zlaydiganim oxirida shu badandagi qiziqarli ishlar. Buni men yaponchadanki bir YouTube'da ko'rdim. O adam bilan tanishib, men Uyg'urcha tarjima qilib beraymi deb shu YouTube til tarjima qilib ketdi rasulsam. Haqiqatan ham o'yla ko'pincha qiziqishimiz mumkin. Bizning badanimizning ajoyib xarakteri, ajoyib qobiliyati borligini har qatim video so'zlagan chaqda az-azdan so'zlab beray deb o'yladim. Buningda birinchi odamning kirpigi o'ttir hisobda 3 oyda bir yangilanadi ekan. Andan keyin biz tush ko'rganda bu tush ko'rgandagi havoning surati 1 soatga 160 kilometr keladi ekan. Andan keyin yana bir qiziqish, buni men birinchi qatim anglashimki, bu badanimizning ichidagi a'zolarda hammasi suv solsak, suv cho'kadi ekan. Ammo birdan-bir suv cho'kmaydigan a'zo o'pka bo'ladi ekan. Andan keyin mening bo'limimga aytgan bu tomoqni hazm qilishi, tomoqning butunlay hazm bo'lishiga ba'zilar 12 soat, ba'zilar 24 soat deymiz. Butunlay ekanda, butunlay hazm bo'lib ketishiga 2 kundan 5 kungacha vaqt ketadi ekan. Albatta har qaysi o'ylaniki odam bilan odamning o'xshamaydi. Andan keyin ko'z mingimizning bir parchasi deydi ekan. Shu mingimizniki ko'rayotgan qismi ekanda. Shuna ajoyib g'aroyib desam bo'ldi bir hisobda. Andan keyin buningki 100 necha xil nimasi bor ekan, bizningki badanimizningki qiziqarli ishlari. Erlarning qandaq, ayollarning qandaq degandek. Bu daqiqa videolarimda Xudoyim buyursa az-azdan oxir qismlarda az-azdan so'zlab berishni o'ylashdim. Buldamsa bugun havo pek yaxshi, optam pek chiqib ketdi. Shunlashqa videoyim sal qorong'u yo'riq chiqib qolishi mumkin. Bo'lsa ko'plab fikr berishinglarni, savollarni so'rashinglarni, undan keyin a'zo bo'lishinglarni, do'stlar taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Yana bir qatim oy manglarga muborak bo'lsin. Rahmat.